إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun Qur'oni Karimning grammatiklik tahlili darsimizninki 14-darsini o'qiymiz. Bu darsda Sura Baqaraning 55-oyatidan 57-oyatgacha bo'lgan oyatlarning grammatiklik tahlilini ko'rib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ve iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta naralloha jahratan fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Öz vaqtida sizlar ey Musa Allah'ni ochiq ko'rmaguncha sana hergiz ishonmaymiz dedinglarda sizlar qarab turayotgan holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni sayon qilib berdik. Sizlarga tiranjibin bilan bo'dinni tushirib berib, biz sizlarga rizq qilib bergan pak shirin narsalardan yanglar dedik. Ammo ular ne'matlarimizga tuzkorlik qilish bilan bizga emas, lekin o'zlariga zulm qildi. Alloh subhanahu va taolo deydi-ki, bu oyat-i karimda, ya'ni mushu Bani Isroilga qilgan ne'matlarini, ato qilgan ne'matlarini Alloh subhanahu va taolo bularga eslatgandan keyin 5 nurg'un ne'matlarni eslatdi. Ya'ni Firavundan qutuldirganlik ne'matlarini degandek nurg'un ne'matlarni eslatgandan keyin Allah subhanahu wa taala ularga bu dersimizde, yani bu ayet-i kerimlerde ularning türlük şu azgınlığı, türlük şu Allah'ın emrini almaştırganlık ve şundakla Allah'ın şu emirleri tam tinişten ibaret türlük azgınlıklardan bir azgınlıkını bayan kıldı. Ular küfürlük ve asilik bilen lütfi merhametke, Allah'ın merhametige küfürlük ve asilik bilen muamele kılgan adamlar bula. Bula nimi degen bir kabih millet ve nimi degen ziyan tatkan bir millet bu. İmam-ı Tabari rahimahullah deydi ki, Banu İsrail muzaygi ibadet kılganlıktan tövbe kılgan çağda Allah subhanahu ve taala Musa aleyhisselamni kavmi içidin şu ulanın muzaygi ibadet kılganlıqıdın Allah'a özürü eytidigan bir neçe adamni tanlashga buyurgan. Şunu bilan Musa aleyhisselam öz kavminin içidin en yaxshi adamlardan 70 adamni tanlab chiqqan. Ve Musa aleyhisselam ularga deganki, sizlar ro'za tutinglar, tahorat elinglar, kiyimlaringlarni pokizlanglar degan. O tanlangan kilar shunda qilgan. Musa aleyhisselam ularni Tur Sinaga elip kelgan chaqda, elip chiqqanda ular Musa aleyhisselamga deganki, ey Musa, sen Allah subhanahu va taolodan talab qilsang, biz Rabbimizning so'zini bir anglasak degan. Musa aleyhisselam ma'qul shunda qilaman degan. Musa aleyhisselam taqqa yaqinlashgan chaqda Musa aleyhisselamning ustiga bir bulut tushgan, hatto bu bulut tog'ni butunlay qo'rishgan, yapgan. Qavmlar mu yaqinlashib, ularni bulut ichiga kirganda hammasi sajda qilib qilgan. Ular Allah subhanahu va taolaning Musa aleyhisselamga nurg'un buyruqlarni qilganligi, nurg'un ishlardan to'sqanligi, nurg'un ishga buyurganlik so'zlarini ular anglagan. Bunu bulut Musa aleyhisselamdan açılgan çağda Musa aleyhisselam ularning qishiga kelganda ular Musa aleyhisselamga deganki, lan nu'mina laka hatta naralloha jahratan degan. Yani ey Musa, biz seni yani şu Allah'ını uçuk körmükçe biz sana hergiz nima qilmaymiz, ishonmaymiz, sening tasdiqlamaymiz degan.
Endi şu çağda Allah subhanahu wa ta'ala deydi ki iz kultum ya Musa. Ey Bani İsrail eslanla sile Musa aleyhisselam bilen billa Musa'ya ibadet qilganliqinglardan Musa'ya ibadet qilganliqinglardan Allohga özür etish uchun chiqqan chaqdiki qilgan ishlaringlarni bir eslanla sile. Sizlar şu vaqtda deganki, şu deganinglarni eslanglarki, biz sana ey Musa, yine bizning anlığımızın Allah'ın kalami ekanligi bilen seni hergiz tasdiqlamaymiz. Biz Allah'ını op-uçuq görmügiçe biz seni hergiz işenmeymiz, senin bu gapini tasdiqlamaymiz degan. Ondan sizlerini çakmak soqqan, yani Allah ularga asmandan bir o'tni avatgan, ular üzüp tushayotgan mushu o'tni, mushu musibat azobni ko'rayotgan holatda, ko'rib turgan holatda ularni o't ko'ydagan. Deb Allah subhanahu wa taala mana bu vaqalikni bizga bu oyat-i karimda bayon qilib turdi. Endi oyat-i karimning biz grammatikalik tahlili kirishdan burun biz lug'at qismi qarasak so'zlikka bu yerda hatta naralloh jahratan deb jahraning ma'nosi alaniya, iyana degan bo'ldi. Uchuq, oshkor degan bo'ldi. Jahrining asli zuhur, oshkor bo'lish degan ma'noda. Endi sa'iqa desa sa'iqa sayhatul azabning ovozi. Yine chaqmoq, kuydirguchi o't degan ma'nolarda ishlatiladi. Endi ba'asa yani ba'asnakum deb ba'asnakum ahyaynakum biz sizlarni tirgizdik degan ma'noda. Imom Tabari deydi-ki, ba'asning aslisi isaratu shay min mahalliha. Bir şeyini o'zining o'rnidan qo'zg'ashni nima deymiz? Ba'si deymiz degan. Endi g'amam bu g'amamatning ko'pligi bo'lib sahab qo'xshash mana bu bulut degan ma'noni bildiradi. Endi grammatikalik tahlili kelganimizda va iz qultum ya Musa lan nu'mina laka. Sizlar ayni vaqtda Musa alayhisalomga mundoq dedilar: "Ey Musa, biz sana hergiz ishonmaymiz. Biz seni hergiz tasdiqlamaymiz" degandiki, belki vav huruful atifa. Yani o'zidan kelgan jumlani o'zining oldingi jumlaga, o'zidan kelgan bo'lakni o'zining oldingi bo'lakka, o'zidan kelgan so'zni o'zining oldingi so'zga bog'laydigan bir qo'shimcha. Iz bu yerda yuqorqi ilgirki oyat karimda o'tganga o'xshaydi. Deki izga o'xshash buningda yine iz ism zaman mabni ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulun bi li uzkuru deymiz. Yani uzkuru ni'mati deki uzkuru degan filning shu maf'ulun bi olup urunchi jihati tushuntirishlar kelgan maf'ulun bi dedik. Endi qultum desa qultum fil ve fa'il. Qala fil mazi, tum onun fa'ili. Endi ya harfun nida, Musa munada mufrad. Munada mufrad. Munada yani muzab yoki shibul muzab emas. Munada mufrad. Alam yani xassim bo'lib bu zammaga. Yine shu ba deb qaralgan oxirdagi alifning ustida ba deb qaralgan dammiga mabni bo'lib fi mahalli nasbi shu maf'ulun bih bo'ladi. Urunja tushuntirib kelgan maf'ulun. Qanda ulab bu Musa zammiga mabni ekan mahalli nasbi deysiz degan bir savol kelib chiqishi mumkin. O ya çünkü harfi nida ad'u biz 5-te deb o'tgandik ad'u unadi atlubuga o'xshash filning o'rnida turadi. Demak, şuna nidalik cümle ismiye olamdı, nidalik cümle fi'liye olamdı deganda nidalik cümle fi'liye oldu. Nimişqa? Çünkü ya unadi yoki atlubu yoki adu degan fil ve fa'ilga niyabeten kelganligi uchun shuni bu yerda biz Musa'ni bu dammiga mabni deymiz. Nimişqa? Munada mufrad bo'lsa bu nimaga başta işlep tutkan nesge mebni oldu. Munada mufrad ma'rif olsa, ama munada mufrad nakir olsa nesb oldu. Yoki shibi muzab olsa, yoki muzab olsa nesb oldu. Munadanın 5 bilinadiganligini biz 5'teki dersimizde deb o'tgan. Endi lan bu yerda
Len nu'mine leke deki len harfi nefi ve harfi nesbi. Yine özünkin kelgen pilni bulutsuz özgertkan harf ve harfi nesbi özünkin kelgen pilni pil muzarını şünkiliş keldirdiğin harf. Nu'mine muşu nu'mine dep zibar okuluşı lennin sebebidir. Yine şünkilişlep kelgen pil muzarı fail yuşun kişi kalmaşlık takdiri nahnu. Nu'minin fail nahnu oludu. Endi len nu'mine leke lam harful cer kaf zamir muttasıl fi mahalle cer olup nu'miniga alaqadar. İbade nu'minida nuqirru manisi onunla kirgizib o'tilib tarjima qilinadi ki sizlar ayni vaqtda ey Musa biz sana hargiz itiraf qilmaymiz endi iqror qilmaymiz dedinglar degan bo'ldi. Anda da bu yerdeki biz bayan ve iz qultum degan onu harf etdik ya anda da lan nu'mina laka lan nu'min laka degan bu cümle çünkü bu cümle oldu pil failin tarkib topgan degan bu cümle bu ya Musa degan nidalık cümlenin cevabı. Ya Musa'nın cevabı lan nu'mine. Ey Musa degandikin çoğun bir gap qilmoqchi bu yerda. Şuna bu lan nu'mine nidanın cevabı. Onda da ya Musa lan nu'mine laka degan nida ve nidanın cevabı olab kelgan bu cümle fi mahalli nasbi maqul qawl. Yine bu qultumning cümleden kelgan maf'ulun bih bo'ladi. Anda da qultum ya Musa lan nu'mine laka degan umum cümle qultum ya Musa lan nu'mine laka degan umum cümle fi mahalli jar muzaf ilay. İz muzaf bunu qultum Musa ya Musa lan nu'mine laka degan cümle muzaf ilay olup mahalle mecruludur. Umum bilaknin buludursunuz iz qultum ya Musa lan nu'mine laka degan hemmisi yani bu mef'ulun bih et bo'lgandan keyin hukmen mef'ulun bih deb qaraladi. Hatta nerallaha cehreten hatta biz Allah'ını uçuk aşkar halette körmügüçe seni tasdiqlamaymiz. Hatta harf bu şu hatta harf gaye ve harf cerin bir işte gaye çekme gayesini bildiradigan ve özünden kelgan ismini zirh tutgan harf. Endi bu yerda hatta harfi cer dedik. Anda da bu harfi cer degen nemenin 5 kişi o? İsimnin 5 kişi o. Bu yerde nerede isim bağımısı? Nara Allah'da bir yerde pil tutsa desek nara pil muzari mensup. Yuşurun yine muşu hattadın kiyin badep qaralgan en bilen ziver okulgan pil muzari deymiz. Ama bu neranın nesbi qilibdi, zibar qilibdi, nesbilik alameti ki neredeyse nesbilik alameti bu çünkü isim şu ahirde ilip boğaçqa bu ahirdeki ilipnin üstüde badep qaralgan pethe bunun nesbilik alameti oldu. Fail nahnu oldu. Allah degan lafz-ı celal neranın mef'ulun bih bulup çünkülüşlep kelgan çünkülüş alameti el pethe. Endi bu yerda bayan bir sual qolib qo'ygandik. Hatta degan harfi jar desek ismning keyni kirib hatta degan harfi jar desek harfi jar degan chuqum ismning beshikda desek bu yerda badab qaralgan an ve şu an ve badab qaralgan an ve nara degan pil ve onun paylı hemsi qo'shilib qiyasi masdar Mesler isimnin hükmünde oldu. İsim dep qaradı. Qiyasi mesler hattaninki sebebilen zırh qılgan fi mahalli cer deymiz. Hattaning sebebilen fi urunjati zırh qılıp kelgan söz deymiz. Hatta anda da hatta nerallaha cehreten degan bu jar majruluk birikme oldu endi bu. Hatta nerallaha cehreten jar majruluk birikme nu'miniga alaqadar. Yani biz seni Allah'ın uçuk körmügiçe nima qilmaymiz, sana işenmiz. Anda da hatta hurufil jarken nerallahi bu mef'ulun bih nima deganda bu hatta nerallahi'deki biz Allah'ın uçuk aşkar haleti körmügiçe yani kaçan kögen vaktimizda andın sana işinimiz degandan bu zarf zaman deb qaraladi. Anda da bu yerde
Hatta ne bu harf jarda dök üzünken pil muzarın zivara okutudu desek bu yerda bu ulamalar o'tirisida bir qiz o'xshamagan qarashlar bor. O qarashqa esa endi bu basirlik ulamalar harf nasba 4 deydi. Harf nasb 4 anlan izan kay deydi. Ama hatta ne harf jar bu harf nasb emas. Ama ko'pchilik ulamalarning ko'z qarashida harf jar harf nasba yani pil muzarın zivara okutucak 15 deb qaraladi. Ularning ko'z qarashiga borgan vaqtimizda ko'pchilik ulamalarning ko'z qarashiga borgan vaqtimizda hatta ne harf jarti deb yumay en yushurun envat demay hatta naralloh jahratanni hatta degan harf nasba deb qarasaqmi bo'laveradi. Endi jahratan şu hatta naralloh degan jahratan bu jahra masdar bo'lib bu hal kelgan o'ringa kelgan masdar. Yine masdar deganimiz maf'ulun mutlaq. Bu asli jahra yajrunun nara bilan bir qiz buningda aloqasi bor. Bu halning o'rni holat deymiz bu yerda. Bunda holat. Anda da hal degan vaqtimizda sohibul hal nima bo'ladi degan bir masala kelib chiqdi. Bunda da sohibul halni 4 xil qiyos qilishimizga, qarashimizga bo'ladi. Yani birincisi o jahratan naraning fa'ilidan hal. Yine nara fiil amil haluludu, onun fa'ili olan nahnu sahibul haluludu, jahratan halet oludu. Hatta nara zavi jahratin Allah diyen bo'ldi. Yine biz Allah'ın uçuk aşkarı kögücü ilgisi, yine aşkarı ilgisi bo'lgan holatda Allah'ını biz köymügüçe diyen bo'ldi. Yani bunda mujahid yoki shu uçuk aşkar degan bo'ldi. İkincisi qultumning fa'ilini hal. Yani zavi jahratin desek bu yoki bo'lmasa mujahirina jahratanni naraninki fa'ilini desek hatta ki biz Allah'ın uçuk aşkar halatda yani biz aşkarı görüşümüz degan bir ma'no bo'lib o'sha naraning holati bo'ladi. İkinci qarashda qultumga tum degan fa'ilning holati bo'ladi. Yani sahibi hal tum bo'ladi, amil hal qultum bo'ladi, qululudu. Qultum zalik mujahid. Yani sizlar aynı vaqtda ey Musa biz sana Allah'ını şu körmügüçe sana işenmeyimiz dep bu gapni uçuk dedinglar. Bir qusqi kanalda o'ylab oltmasın. Egizinglarda aşkar uçuk dedinglar bunu dep şu biz sana Allah'ını körmügüçe biz sana hergiz işenmeyimiz dep aşkar dedinglar bu gapni degan bo'ladi. O'sha mujahirin jahratan qultumninki holat bo'ladi. Ki fa'ilni holat bo'ladi. Üçüncü xil qarashda bu Allah degan lafz jalaldin hal. Hatta narahu zahirin gayri mastur. Yani biz sana işenmeyimiz hatta Allah'ını uçuk halette köymegen. Yani rüşen Allah aşkarı bo'lmasa biz sana işenmeyimiz degan bunundan hal deb qaraladi. Dördüncü qarashda nu'minunun tigidiki zimiri bo'lgan nahnudun. Biz sana uçuk halette işenmeyimiz hatta Allah'ını köymügüçü biz sana uçuk halette, aşkar halette işenmeyimiz ey Musa degan bo'ladi. Bu çağda mü'minin fa'ilini hal. Eğer Allah'ın sahibi hal Allah bo'lsa biz Allah'ını uçuk aşkar halette köymügüçe sana işenmeyimiz degan bo'ladi. Eğer qultumga tumning holati bo'lsa sizlar biz Allah'ını körmügüçe sana işenmeyimiz dep aşkar dedinglar bu gapni degan bo'ladi. Şuna bu shunday qiyos qilinsa bo'ladi deb qaraymiz sahibul halni. Fa'khazatkum as-sa'iqatu antum tanzurun. Andın sizlar kurab turayotgan holatda sizlarni chaqmoq so'qdi. Desek bu yerga fa huruful atifa akhazatkum fil fa'il in akhaza fil mazi
bu ahazatga ta'ud ta'nis as-sakin. Sukunluq ayollikning ta'si bo'lib, kum bu damir muttasil. Ya'ni tutash kichik almashilib, urunjati tushuntirishlar kelgan maf'ulun bi. Endi sa'iqa mushu urunjati tushuntirishlar maf'ulun bi muqaddam. Ya'ni bu yerda ahazatkum kum degan maf'ulun bi fa'ildan burun kelgan as-sa'iqa fa'il bo'lib, jumla onda da ahazatkumus sa'iqatu degan jumla qultum degan jumlaga atba. Onda da sizlar aslan buni aslanla yine aslanla sizlarning sizlar ko'z oldinglarda chaqmoq so'qqan vaqtni bir qanday qilinglar aslanla sizlar bu vaqtni bir aslanlar deb qultumga atba. Va antum deki va haliya antum zimr mustaqil chiqalmashulib mubtada urunjatda boshqa ishlab kelgan mubtada tanzurun film muzari marfu fa'ili vav fa'ilulub jumla tanzurun degan jumla antum degan mubtadaning xabari bo'lib mahalla marfu antum tanzurun degan jumla urunjatda ishlab kelgan fi mahall nasbahal urunjatda ishlab kelgan hal vahalenki sizlar ashunda qarab turayotgan holat sizlarni chaqmoq so'qdi degan bo'ldi. Endi qultum buning biz morfologiyalik qoida nuqtasidan qaragan vaqtimizda qultum asli bu qala. Qalaning asli qavala. Qavala qala o'zgargan. Endi qultumdiki masalan qalata masalan qala qalu qalata qulna deymiz. Qultum deymiz. Qanda ular bu asli qap zivertinin bulab qap peşköz girib qoldi. Mushaqqa to'xtirimiz biz ha. Bu yerda ikki sakin uchqashgan chaqda ilib tashlangan. Qultumda ikki sakin maydon kelib qolgan, shuning bilan ilib tashlangan. Aslisi qaltumdi. Qultumning asli qala vankin qaltumdi. Qaltum degandan keyin bu yerda ma tumning oldidagi 9 dona zimirning oldidagi harf nima qilinsa olmaydi? Ya'ni 7 dona. Masalan 7 dona zimirning oldidagi harf pesh nima qilinsa olmaydi? Shu sukun qilinsa olmaydi. Masalan ta'ul fa'il 6 masalan ta'tumatum titumatunna na 8 oldu, 7 oldu, nunun üsve 9 oldu, 8. Bunu bulanın aldığındaki şu 9. Mesela muhatap erliki 3, muhatap ayallıki 3, tatumatun titumatun ne? Tu na 8, nunun üsve 9. 9 tane zimirinin aldığındaki harf pil maziyin. Yani 9 tane zimirden qaysi birisi pil maziyi bilen tutuşup gelgende bu zimirin aldığındaki harf sukun okunması olmaydı. Bu mesela arka petale keliş lazım ki kalıdı. Şunlaşka bir yerde qaltum boğan lam sukun okulgan şunu lam bilen ilipnin otturusu da lam sukun qalıdaki ilip sukun iki sukun cuğlaşkan şunu olan birinci harf boğan elip taşlangan. Şundan qaltumga qap qolgan. Endi qaltum qap qolgandan keyin bu qanda bo'lib qultum bo'lib qoldi. Mesela qaltum qaltuna demiş qultum deb bunda türleyimiz deganda bu yani şu taşlangan harfning nav'iga dalolat qilmoqchi. Chunki ilifning asli bu. Taşlangan harfga dalolat qilsin uchun biz bir yere qapni peş okuduk. Taştan garip elip dursa desek ya taştan garip elip boğun bilen bu elip asla vodun yutkalgen asla qavaladi. Çünkü harfi illet vo ilip ya olup bu elip asli emez. Elip ya yadın yutkuludu bağı okşaş ya ki vodun yutkuludu qalık okşaş. Şuna asli taşlangan harfinin vo ikenlikli dalalet kılış için şuna peş okulgan deyimiz. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Allah subhanahu ve taala deydi ki yine muşu biz bayam degandek Musa aleyhisselam bulani muşu taqqa ilib chiqqan chaqda fa'khazatkum sa'iqatu wa antum
tanzurun dedik. Ular ko'rib turayotgan holatda ularni chaqmoq so'qdi dedik. Chaqmoq so'g'ab ular hammasi o'lgandan keyin ular hammasi o'lgan chaqda Musa alayhissalom Allohga duo qilib Allohga yig'lashga boshladi. Allohga yig'lab dediki: "Ey Robbim, bu men Bani Isroilga nima deyman? Sen ularning eng yaxshilarini mushunda qilib qilyapsan, endi men Bani Isroilga nima deyman?" deb hamisha izchil Alloh subhanahu va taologa duo qildi. Ahiri Allah subhanahu wa ta'ala ularni turgizib deydiki: "Summa ba'asnakum min ba'di mawtikum." Biz sizlar bir küçük gündüz ölük halatda tug'andan keyin biz sizlarni turgizdik. Ondan sizlar ba'zinglarga qarishib, qandoq turgizilganliginglarga qarishib ashundaq yashadinglar. Ya'ni sizlar la'allakum tashkurun. Bizning sizlarni turgizgan mushu ne'matimizga tashakkur etqaysizlar. deb Allah subhanahu wa ta'ala summa ba'asnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun deydi. Hem diğer ki summa hurufaat bil tarahi, yani ma'lum muddat o'tgan bir küçük gündüz dedik bu yerda. Ba'asa hurufaat bo'ldi. Ba'asnadiki ba'asa fil mazi na'un fa'ili kum bu maf'ulun bi. Min ba'di jar majrur ba'asna alaqadar biz sizlarni sizlarni o'ltirgandan keyin, sizlar o'lgandan keyin biz sizlarni nima qildik? Tirildirdik. Sizni o'lak holatda bir küçük gündüz tug'andan keyin biz sizlarni turgizdik dedi. Endi bu min ba'di mushu mavtukum zarfu zaman bo'ldi. La'allakum tashkurun. Yani la'allakum tashkurun bunun i'robi 5dan o'tib ketdi. La'allakum tahtadun deganga o'xshash. Unda da ba'asnakum degan jumla, bu yerda ba'asnakum min ba'd mavtikum la'allakum tashkurun ki ba'asnakum min ba'd mavtikum degan umumiy jumla bu la mahalla ma'tub akhazatkumus sa'iqatu degan bu jumlaga atba. La'allakum tashkurun degan jumla bu jumla ta'liliya. Biz sizlarni o'lab ketgandan keyin biz sizlarni turgizdik. Sizlarning teşekkür etişinler üçün. Çünkü sizler teşekkür etqaysizlar sizlar. Deb illet ma'nosini ifodalab keladi. Endi va zallalnadiki bu zalla degan fe'l va fa'il zallala fe'l bo'ldi. Zallalna na'unun fa'il bo'lib alaykum jar majrur zallalna alaqadar maf'ulun bi g'ayrisi al-ghamam maf'ulun bi sarih bo'ladi. Biz sizlarga bulutni sayvan qilib berdik. Yani bulutni sizlarni bulutni yo'g'idik. Va anzalna bu zallalnaga atba alaykum bu jari majrur o'xshash anzalaga aloqador manna maf'ulun bi salva mannaga atba bo'lib zallalna degan bu jumla ba'asnakum degan jumlaga atba bo'ladi. Summa ba'asnakum min ba'di mawtikum deb keldi o, shununga atba. Yani zallalna degan bu cümle, şu ba'asnakum atba bo'ldi. Anzalna degan cümle çoğdursa zallalna degan cümlege bunun atba bo'ladi. Kulu min tayyibati ma razaqnakum nin bo'ludunda da deganda kulu min tayyibati ma razaqnakum bu fi'l emri mabni. Nunun taşlanganlığı mabni oldu kulu. Vav fa'il oldu. Min tayyibati jar majrur kulu alaqadar. Şunun maf'ulun bi g'ayrisiri bulup min hurufil jar tayyibat majrur oldu. Min tayyibat muzaf ma degan ism mavsul muzaf la olup fi mahalli jar. İsm mavsul. Razaqnakum bu fil fa'il ve maf'ul. Razaqa fil na fa'il kum maf'ulun bulup mushu ma degan ism mavsulning silisi. Anda olsa biz sizlarga rizq qilib bergan narsaning, ya'ni ism mavsul qaytgan zimir tashlangan bo'lib, bu yerda kulu min tayyibati ma razaqnakum bu yerda bu fi mahalli nasbi tashlangan filning maf'ul bi qulna. Va qulna kulu min tayyibati ma razaqnakum va biz sizlarga rizq qilib bergan narsaning eng lazzatliklaridan, eng pokizalaridan yangli dedik. Ve ma zalamu. Onda da taşlangan
Aşu kullar degan cümlenin maf'ulun bih cümleden kelgan. Razaqnakum degan cümle dese ma degan ism mavsulun silasi, ism mavsulun silasining cümle grammatikalik o'rni yo'q. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ular Ambiyadik wa marik wa hurufi atba ma harf nafi zalamu fil madi mabni ala dham ضم مبني وَوْءٌ فاعل نا مفعول به ola bizga zulm qilinmadi. Cümle ve ma zalamuna deki cümle bu taşlangan bir cümlege etbiki yani kalamның siyaqı taqazza qiladigan bir cümlege etbe. Yani fazalamu anfusahum bi kufran tilka ni'meti sabiga walakin diyen buldu. Yani ular aşu mol nimetlerge küfürlük kılış, aşu mol nimetlerge küfürlük kılış bilen öldürgü zulüm kıldı. Ve ma zalamuna bizge zulüm kılmadı ola. Kılgan zulüm üzge olun. Dep ve ma zalamuna fezalamu anfusahum diyen cümlege anfusahum diyen cümlege etme. Velakin şu ular nimetki tuzkorluk kılışla öldürgü zulüm kıldı. Ve ma zalamuna bizge emas. Lekin ular özdürgü zulüm kıldılar ular. Ve haliye lakin harf istidrak muhmel deyimiz. Yani lakin bu lakinna'nın yengilletilmesi. Eğer bu lakinna'nın yengilletilmesi bo'lmasa ve bilen birlikte kelmaydi. Çünkü lakin harfet bulap keldi. Harfet bulap kelgan lakin o bilan kelmaydi. Ama o bilan kelgan lakinna'nın yengiltilmesi tahfif uchun nun tashlangan bo'ladi. Kanu mana bu fi'l madi naqis ham nasikh dedik. Bu naqis nasikh gapni 5 nachi ko'p deb bo'ldik. Vav uning ismisi, kanning ismisi anfusahum yazlimunninki ilgir kelgan maf'ulun bih. Yazlimun bu pillik cümle, pil muzaridan tuzilgan pillik cümle bu şu kanunun haberi oldu. Anda da lakin kanu anfusahum yazlimun degan bu cümle olunca da tushunkislab kelgan hal bi ma'al nisb hal deb va hal bu ular o'zlariga o'zi zulm qilgan bo'ladi ular degan bo'ldi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.